220 da ishlaydigan 50-60 kilo yemni bemalol aralashtirib beradigan mishalka so'ragan akalamizga navbatdagi mishalkamiz tayyor bo'ldi. 50 kilo sig'imlik 220 4 kilovat 1,5 apparat qo'yilgan, zavodga motor qo'yilgan, samodostatli voltmetrlar ko'rsatib turadi, diplomat reduktor. Hozir buni ichida 60 kilo yemni solib qo'yganmiz, o'zi 50 kilo solish kerak. 60 kilo yem bilan hozir ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Ko'rgan bo'lsalaring 220 da xohlasa bemalol qiynalmasdan ishlaydi. Buni qoplog'i ham bor. Qoplog'ini yopib qo'yasiz. Metan Perimix vitamin solaman, yog' quyaman deganlaringiz uchun ham xoti bor va bu yerda qoplog'i ham bor. Tokimiz 211. Bemalol 220 da ishlayapti. Kimga shunaqa mishalkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazanchilamiz. Mishalkamiz narxi aravachasi bilan, aravachasi ham bor, 7,5 million so'm. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.